tark etmoqda. 10 kishi bo'lib qoldik. Endi tushunarli nima deyapti Ismoilov, bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti Islom Ismoilov. Tarpas berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Va endi buni nima bu do'stlar? So'nggi umid golli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Penalti! Shamariz. Zarbas! Gol! So'zlar. Gol! O'zbekiston oldinda. Urgan Saudiya. Hasanov. Zo'r, o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi.